Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur vatandoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun 10-oyning 10-kuni. Hozir anglagan eng yangi xabar bo'lsa, Amerika davlatining siyosiy sahnasida kishini hayron qoldiradigan ham insonlarni cho'chitadigan, yer tavrigandek bir portlatqich xabarning chiqqanligini ko'rib, buni sizlar bilan tang o'rtoqlashay dedim. Shu 1-2 kundan buyon Amerikaning prezidenti Trump efendimning talabi bo'yicha Amerika hukumat Adliya ministri William Barr efendim Amerika hükümetinin sabık prezidenti Obama efendimning ustidan, sabık ma'mur prezidenti Joe Biden efendimning ustidan ve Hillary Clinton xonimning ustidan sudga arz qilish ishi boshlanibdi. Bu Amerika tarixida yuz bergan bir siyosiy yataverishgan. Yani bunda aytganda Amerikaning siyosiy tarixida cho'ng burilish vaziyati ko'rilishga boshlabdi. Yani kelib oldingi sobiq prezident Obamaning ustidan sudga arz qilishining o'zi kishilarning aqliga yetmaydigan bir voqea bo'lib hisoblanadi ekan. Yani bunda aytganda prezident Trump efendimning hukumatga rahbarlik qilayotgan mezgilida insonlarning o'ylab yetolmagan voqealarning yuz berishimi bir tabiiy ahvol ekan. Bugun arz qilish ishi rasmiy boshlanibdi. U nima deganda Hillary Clinton xonim 2009 yildan boshlab Amerika hukumatining bosh kotib bo'lish mezgilida toki xizmatidan to'xtab qolgan mezgilga qadar 35.575 parcha elektronlik xat yo'llanmasining oshkorlanib bo'lgan voqeasi oshkorlanibdi. 2016 yili saylov mezgilida kuzatuvchilarning deyishicha Hillary Clinton xonim elektronlik xat yo'llanmasi voqeasiga yo'liqqanligi uchun saylovda mag'lub bo'lgan deb qaraydi ekan. Keyin Amerika FBI'ning aniqlashi orqali Hillary Clinton xonimda hech qanday voqea bo'lmagan deb xuloslagan ekan. Ya'ni shu mezgilda FBI organining bosh ministri Hillary Clinton xonimni qutqizib olgan ekan. Yani şu 2016 yılı saylov mezgilida Hillary Clinton xonimni qo'llaydigan Demokrat partiyasining a'zolari Hillary Clinton xonimda gunoh yo'q, prezident Trump efendim qarchaplagan deb qarshi chiqqan ekan. Lekin Cumhuriyet partiyasining a'zolari Hillary Clinton xonim o'zining xizmat xatoligiga cho'qim javob berish kerak deb qaraydi ekan. Hillary Clinton xonim Amerika hukumatining bosh kotibi bo'lish xizmatini ustiga olgan mezgilda Amerika hukumatiga munosabatlik nurg'un siyosiy xizmatlarni o'zining shaxsiy email adresi orqali nurg'un xat aloqa uchur ilib borgan ekan. Va mush sababdan davlat bexatarlik uchurlarining hammasi tashqi dunyo tarafidan oshkorlanib bo'lgan ekan. Hamda chet el jasuslari tarafidan Amerika hukumatining davlat maxfiyat xizmatlarining uchurlari butunlay o'g'irlangan ekan. Prezident Trump efendim saylovda yengib, huquqini qo'lga olgandan keyin Hillary Clinton xonim to'g'risida talash tortish ishlari asta-asta besib qolgan ekan. Lekin bugun, ya'ni yangiroqda Amerika hukumatining bosh kotibi Mike Pompeo efendi Prezident Trump efendimning prezidentlik buyruq bilan Amerikani zilzilga keltiradigan bu jinoiy voqeani e'lon qildi. Ya'ni 35.575 parcha elektronlik xat yo'llanma voqeasini e'lon qildi. Ya'ni oldingi qitimdagi Demokrat partiyasining kontrol qilishidagi Amerika hukumatining ig'ir jinoyati e'lon qilinibdi. 35.575 parcha elektronlik yo'llanmasining ichidan 1779 betgacha qaraydigan bo'lsak deydi. Masalan, birinchi parcha elektronlik yo'llanmasini misol qilib aytsak deydi. Ya'ni 2009 yili 2-oyning 1-kuni Hillary Clinton xonimni Amerika hukumatining bosh kotibligiga tayinlangan kundan boshlab, ya'ni 2009 yili 1-oyning 20-kuni sobiq prezident Obama efendim vazifaga o'tgan kunidan boshlab 11 kundan keyin, ya'ni mushu kunda Hillary Clinton xonim o'zining shaxsiy elektronlik xat yo'llanmasini ishlatishga boshlagan. Ya'ni o'zining shaxsiy email adresi clinton@gmail.com deb yozilgan ekan. Ya'ni mushu email adresga boshqalar xat uchur aloqa yo'llagan ekan. Ya'ni bunda aytganda Hillary Clinton xonim o'zining email adresini oshkorlab qo'yibdi. Ya'ni bu email adresi orqali qarshi tarafning email adresimi oshkorlanib bo'lgan ekan. Bunda aytganda Amerika hukumatining bosh kotibining elektronlik xat aloqasi oshkorlanib turdi degan gap. Bunda aytganda 35.575 parcha
elektronlik xat yo'llanmalar butunlay oshkorlanib ketibdi. Buning ichida Xitoy davlati bilan aloqa bo'lgan 70 foizdan ortiq elektronlik xat yo'llanmalar bor ekan. Yana bir tipik misolni keltirsak, ayni vaqtdagi Liviya voqeasi zot qandoq bir voqea bo'lib boshlangan. Liviya Bangazi shahridagi Amir konsulxonasi qandoq kuyib ketgan. Bangazidagi bosh Amir konsul qandoq kuyib o'lib ketgan. Amerika hukumati nima uchun odam avatib qutuldirmagan? Buning sabablari nima? Bundan boshqa Hillary Clinton xonim qandoq shaklda o'ziga pul to'plagan? Qatorliq mushundaq masalalar endi bundan keyin bir-birlab o'tirg'i chiqadi ekan. 30 ming pochadan ortiq elektronlik yo'llanmaning ichida texnik nurg'unlagan voqealar oshkorlandi ekan. Uningdan keyin sobiq prezident Obama boshchiligidagi muavin prezident Jo Bayden apandi, Hillary Clinton xonim qatorliq hukumat arboblarining Xitoy hukumati bilan bo'lgan qandoq aloqa, Amerika davlat manfaatiga munosabatlik qandoq foyda ziyon voqealarning hammasi endi oshkorlandi ekan. Liviyada turishliq Amerikaning bosh elchisining o'lish sababimi Obama hukumati bilan zich munosabatlik ekan. Bu voqealar Amerika davlat bexatarlik masalasiga qandoq ta'sir ko'rsatdi? Ya'ni bugundan boshlab muhim bo'lgan xabarlar tarqaladi degan gap. Sobiq prezident Obama apandim, muavin prezident Jo Bayden, sobiq Amerika hukumatining bosh kotibi Hillary Clinton xonim larga qandoq jinoyatlar otildi? Amerika Demokrat partiyasi qandoq o'ringa tushib qoladi? Qatorliq muhim masalalarni bundan keyingi xabarlarda ko'ramiz. Eng yangi, eng muhim bo'lgan qisqa xabarimiz tugadi. Hammanglarning qimmatli vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.